katta o'g'illi xonadoniga bordim. Katta o'g'limni xonadonda mehmon bo'lib, eshigini taqillatib borganimda kelin tilini uchida zo'rg'a kutib oldi. Keling ona deb qabul qildi. O'sha kuni mehmon bo'lib tunab qoldim. Ertalab bomdod namoziga turib, tahoratni olib, tahoratdan ortgan suvni o'rnimga sepib qo'ydim. Bu bir hiyla uchun. Namozni ado etgandan keyin ertalabki nonushtaga o'tirdik. Kelindan uzr so'radim. Kelin, uzrimni qabul qilasiz, qarilik, betoblik. Men o'rinni bulg'ab qo'yibman degan gapni gapirsam, eshitmagan gapim qolmadi. Juda ko'p haqoratomuz gaplar, tavqinlanatli gaplarni kelin yuzimga soldi. O'g'limdan bir sado chiqarmikin desam, o'g'lim hech narsa gapirmasdan xotinning og'ziga qarab turdi. Dilim og'ridi. U ham yetmaganday ketayotganimda o'zim yotgan o'rnimni kelin o'zimga yudirdi. O'zimni o'rnlarimni, choyshaplarimni yuvib, dilim og'rib shu xonadondan chiqib ketdim. Oradan 3 kun o'tgandan keyin ikkinchi o'g'illi xonadoniga bordim. Ikkinchi o'g'ilni ham xonadonida xuddi shu sinoatni davom ettirdim. Tahoratdan ortgan suvni o'rnimga sepib qo'yib, kelindan uzr so'rasam, kelin qattiq gapirgani yo'q, lekin o'g'limni olib kirib, o'g'limga dashnom berdi. Onang undoq, onang mundoq degan gaplarni gapiryapti, qulog'imga kiryapti. Bolam eshitib turibdi, lekin onam mehmon-ku degan gap o'g'illar og'zidan chiqqani yo'q. Xuddi boshini egib aybdor odamday xotinga tobe bo'lib gapiga quloq soldi. Dilim og'ridi, chiqib ketdim. Oradan kunlar o'tib, nihoyat 3-o'g'illi xonadoniga bordim. 3-o'g'illi ham xonadonida xuddi shu ishni takror qildim. Tahoratdan ortgan suvni o'rnimga sepib, ertalab kelinga uzr etsam, ikkita kelindan eshitmagan gapni bu kelindan eshitdim. Ona, qo'yningizga olmang. Men sizni xizmatingizni qilaman deb kelin bo'lganman. Meni erimni tug'ib voyaga yetkazib, sinangizni buloq qilib yemizgansiz. Bir paytlar bizni erlarimizni teylarini siz yugandirsiz, xizmatlarini qilgandirsiz. Men endi sizni xizmatingizni qilaman, qo'yningiz cho'kmasin deb kelin xizmatimni ado etdi. Yuragimdan oftob chiqqanday bo'ldi. 3 ta o'g'il tuqqan ekanman, o'g'il bolasini endi ko'rganday bo'ldim. Oxirida chiqib ketayotganda kelindan barmog'ini o'lchamini so'radim. Kelin barmog'ingizni o'lchamini aytsangiz. Kelinni barmog'ini o'lchamini bilgandan keyin to'g'ri zargarlik do'koniga bordim. Erimdan qolgan dunyo bor, qo'limda mablag' bor edi. Tilla taqinchoqlar oldim, sovg'a salomlar oldim. 3 ta o'g'limni xonadonimga taklif qildim. Ayolinglar bilan kelinglar.